Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, sihat salomatmisizlar? Bugungi obzorimizda ko'pchilik bizdan har doimgidek bitta joy so'ragan edi. Ya'ni Kogon territoriyasidan kvartira yoki uchastka ko'rsating, sotib olamiz deganlar uchun. Aynan sizlar uchun Kogon shaharga kelib, Kogondan bitta 2 sotuvlik, 4 xonalik uchastka topib qo'ydim. Qurilish turi yarmi g'ishtda, yarmi pishgan g'isht deyaptilar, yarmi xom g'ishtdan bo'lgan deyaptilar. Hurmatli obunachilar, mehnatimizni qadrlaysizlar degan umidda biz aynan hozir uzoqdan kuzatadigan hurmatli hamyurtlarim uchun havo gradisi 45-47 gradus. Qadrlashni bittagina imkoniyati like va obuna bo'lish. Ana bu uchastkamiz tashqi fasadi. Tashqi fasadiga bitta baho berasizlar. Ana bu joyga o'zlari uchun darvozaxona qilaman deb yaratib olganlar uchun navischa qilib, chiroylikini qilib olsalaring, darvozaxonaga aylanadi. Manzilda aytsak, manzil Kogon shahar, vokzal deysizlar. Vokzal где-то adashmasam 100-150 metrdan keyin vokzal joylashgan. Bu tarafda vokzal, bog'cha, maktab, hammasi dasturli joyda. Ko'ryapsizlar? Mahallani boshidan to oxirigacha asfalt qilingan. Hurmatli uy egalarining aytishlari bo'yicha o'zlari uchun svetdan, gazdan, suvdan liniya olib kelib qo'yganlar. Aynan o'zlari uchun birinchi liniya qilib. Bu joyga ham baho beringlar. Kelinglar, uchastkani ichki obzorini boshlaymiz. Uchastka darvozaxona qismi ekan. Endi proyekt bo'yicha shunaqa tushgan, nimagaki yana qo'shnilar qisib olgan. Atak uyni buzib tashlab boshqatdan ko'taraman desalaring, ancha xarajatga tushasizlar. Shu turishda yashash imkoniyatiga ham egasizlar. Xo'p, hovlichamizning ichki qismi bu. Hovlimizning ichki qismi. Ko'rasizlar, oynalar Aquaplast romlarga almashtirilgan, ustlari tunikafon qilingan. O'zi aslida bu biz o'zimiz uchun qiluvdik. Endi shunaqa vaziyat bilan ko'chib ketyapti ekanlar. Ограждениyani tunikafondan o'rab olganlar. Zelion zonachasi ham mavjud ekan. Issiqlik tizimini ana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zimizning o'sha eski kotelimizdan foydalanar ekan. Svet, gaz, suv umuman o'chmaydi deyaptilar. Bismillah. Ana bu joyimiz. Xo'p, kirganimizdan kuxnya qismi. Kuxnya devorlari aboyli qilingan. Ana kuxnya garniturlar qoladi, gaz plitalari qoladi. Xo'p. Narxiga qarab qo'ygan narsalarni ham gapirishimiz mumkin. Ko'proq parda-marda qo'lim-qo'lini qoladi deb aytdilar. Ana bu uyda kichkina to'ylarimiz, yotoqxonasi islam kattalar yotoqxonasini o'zlari hal qilasizlar. Bu yerda oyog'imizga qaraydiganlar eski pollardan qilingan. Ana bu joyda hop, sanuzor qismi. To'liq kafil qilingan, issiq suv kelish uchun architecturlarni ham joylashtirib qo'yganlar. Ana bu joyda katta zalimiz. Svetini yo'q qo'ysak, uyimiz ancha yorug' bo'ladi. Zalimizdan ko'ryapsizlar, zalimizni ko'cha tarafiga ham oyna qo'yilgan, oynalarimizga rushetkalar ham qo'yib qo'yibdilar. Ana bu joyda birinchi spalnimiz. Yomon deb olmaymiz. Bilasizlar, 40 ming, 39 ming, 900 dollarga o'z minib qolsalar, kvartira ham xarid qilish mumkin. Lekin bu 2 sotuvlik uchastka menimcha yomon variant emas deb o'ylayman. Ana bu joyda hop, ikkinchi spalnimiz. Kichkina to'ylar uchun menimcha kompaktli spalniga aylanadi. Hurmatli obunachilar, hop, uyimiz haqida yana to'liq ma'lumot bersak. Kogon shahar, vokzal deb kelasizlar, oryentirini 2 sotuvdan iborat 4 xonali uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Qurilish turi yarmi g'isht, yarmi xom g'ishtdan bo'lgan. Asosiysi ichki eshik, tashqi eshiklar hammasi Aquaplast romlarga almashtirib qo'yilgan. Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring, ana shu joydan ham ko'rsatib o'tay. Oynalarimizni Aquaplast qilib, ko'cha qismiga ham rushetkalar qo'yib qo'yganlar. Svet, gaz, suvdan muammo bo'lmaydi. Hurmatli uy egalari umuman o'zi boshqa narx aytdilar. Biz 39.900 ga olib qo'ydik. Pul zarur, faqat naqd pulga beraman debdilar. Kim Kogon shaharida uy qidirib yurgan bo'lsa, bitta yaxshilik qiling. Shu videoni o'sha yaqiningizga ulashib qo'ysangiz, bitta odam vatanlik bo'lgan bo'lamiz. Yaxshi kunni ko'rishguncha.